Assalomu alaykum va rahmatulloh. Botir aka, yaxshimisiz aka? Ahvolingiz joyidami? Charchamayapsizmi? Sog' salomatmisiz? Safarda deb eshitdik, Belgiyada deb. Aka, bir qo'lingizdan bir Belgiyani somsasidan yemaymizmi? Ertangi keladi deyapti sizda. Bir qilib olib kelmaysizmi? Bir mazza qilib yemaymizmi biz bir? Agar qo'lingizdan kelsa bir mazza qilib yeylik. Bir belgiyanskiy bir somsa qilib bering aka. Shetlardan o'rganib kelgan somsalaringiz bo'lsa, uyda tayyorlab bersangiz ham bo'laveradi. Qo'lingizdan mazza qilib yeylik. Oshpaz yigitlarimizni Belgiya somsasi bilan emas, balki trenddagi mini somsachalar bilan mehmon qilsam arziydi. Tayyorlaymiz. Hozir internetda mashhur bo'lib ketayotgan ushbu mini somsachalarni men Yekaterinburgga kelgan dastlabki yillarim tayyorlab ko'rgan edim. Dastavval do'konda yarim tayyor mahsulotni ko'rib, ushbu chuchvarachalarni qovurib iste'mol qilib ko'rdim. So'ng duxovka pechida tayyorladim. Ayni damdagi chuchvarachalar kurka go'shtidan tayyorlangan bo'lib, men ularni 2 ta tuxum, ozgina sut bilan cho'miltirib oldim. Ochig'i barcha mahsulotni aralashtirdim. So'ng duxovka listiga folga to'shadim. Aynan mana shu harakatimiz chuchvarachalarimizga haqiqiy tandir mazasini beradi. Albatta, o'ta foydali bo'lgan oq kunjutni ham sepdim. Xohlasangiz, turli ziravorlar bilan ham to'yintirsangiz bo'ladi. Mini somsalarimizni, to'g'rirog'i, chuchvaralarni 180 gradus qizib turgan gaz pechiga 30 daqiqa, so'ng esa yana 200 gradusga 10 daqiqaga yubordim. Qarabsizki, chiroyli qizarib pishgan mini somsachalarim tayyor. Safardan so'ng ishga borish biroz yoqmay turgan edi. Shuning uchun tayyor chuchvaralarni oshpaz yigitlarimga dastavkachini chaqirib berib yubordim. Qisqa vaqt ichida mahsulot o'z egalariga yetib bordi. Botir aka, bu shirin bu. Qoyil lekin, gap yo'q. Kattaga rahmat lekin dastavkalar uchun. Oshpaz yigitlarimning quvonchlaridan o'zim ham xursand bo'ldim. Yoqimli ishtaha qadrdonlarim.